Tak o'rtoqlar, tushunmisizlar? Bu videoda biz nima o'rganamiz? Bu videoda siz konkretniy foydali informatsiya olasiz. Agar e'tibor bilan ko'rsangiz, ya'ni nima haqida? Konkretniy likvid haqida men sizga gapirib bermoqchiman. Chunki nimaga? Bozorda eng muhim narsa bu likvid. Ya'ni bozor faqat likviddan likvidga yuradi. Likvid o'zi вообще-то nima? Likvid bu pul. Likvid bu soqqa. Traderlarni, ya'ni large traderlarni va kichkina traderlarni orderi bo'ladi o'rtoqlar. Masalaga hozir примерно qisqacha tushuntirib beraman. Keyin xohlasa grafikda ham inshaalloh masalaga podrobno tushuntirib beraman. Va tabiiyki oramizda shunaqa insonlar bo'lishi mumkin. Analiz qiladi, tam analiz ishlamaydi. Setup to'g'ri kelmaydi misol uchun. Setuplarida muammosi bor. Misol uchun slif qilib qo'yayotgan insonlar ham bor oramizda. Retail trader bilan smart money trader qanaqa fikrlaydi, qanaqa o'ylaydi xohlasa masalaga shuni podrobno tushuntirib beraman. Sodda tilda maksimal e'tibor bilan ko'rsanglar, xohlasa foydasi tegadi. O'zim haqimda bitta gapiradigan bo'lsam, ismim Abdulaziz. Aziz deb o'ylaydi, hamma Aziz deb chaqiradi. Tak ismim, to'liq ismim Abdulaziz. Yoshim qiziq bo'lsa 2001 man, xohlasa sekin-sekin inshaalloh katta bo'lamiz deydi-yu. Men sizga foyda bera olaman agar siz e'tibor bilan darslikni ko'rsangiz agar. Xohlasa konkretniy tam chalg'atadigan narsalar bo'lsa, o'zorada bo'lib jimjit xonaga kirib videoni ko'rsangiz foyda olishingiz mumkin. Okay, davay bitta bozorni ko'ramiz. Qarang. Men qiyinlashtirib o'rmayman videoni, men soddaroq qilaman. Nimaga bilasizmi? Oramizda misol uchun tradingga yaxshi tushunadigan odamlar ham ko'rish mumkin, lekin tushunmaydigan odamlar ko'proq ko'radi. Ya'ni tushunmaydigan insonlar ko'proq ko'rish mumkin. O'shalarga xohlasa soddaroq qilib tushuntiraman. Ya'ni o'zlashtirishi osonroq bo'ladi. Ishlashi, misol mana daromad qilishida o'zi вообще-то mana bu sohadan daromad qilishingiz uchun unaqa professional bo'lishingiz shart emas misol uchun. O'rta muddatli misol uchun oylik savdo qilib ham men sizga hozir bir ikkita ko'ylani qanaqa ishlashni o'rgataman. Shunaqa qilib ham siz daromad qilishingiz mumkin. Siz o'ylaysiz, daromad qilishim uchun men konkretniy tam professional bo'lishim kerak, tam 10 yillik tajribam bo'lishi kerak deb o'ylashingiz mumkin. Endi misol uchun stabil konkretniy tam kasb qilmoqchi bo'lsangiz, tajriba kerak bo'ladi va ko'p vaqt ketadi ekan ishdan. Lekin siz misol uchun qanaqadir bitta ishingiz bor. Lekin passivniy dohod sifatida trading qilmoqchisiz va daromad qilmoqchisiz. Bunda sizga konkretniy yordam beradi. Va sizga o'rgatgan narsam. Asosiy kasb qilayotgan insonlarga ham, конечно, foydali bo'ladi. Xo'p. O'zi qanaqa ko'ylak ko'proq foyda beradi? Hozirgi daily moment, misol uchun texnologiya juda rivojlanyapti, metaverselar misol uchun AI lar, sun'iy intellektlar misol uchun juda ham zo'r rivojlanyapti. Misol shunaqa loyihalarga qiziqadigan bo'lsak, shunaqa ko'ylaklarni sotib oladigan bo'lsak, xohlasa pulimizni bir necha barobarga ko'paytirishimiz mumkin. Men o'zim ham ishlab ko'rman. Allohga behisob shukr, foyda yomon bo'lmayapti. Oddiy bitta virtual degan ko'ylakni ko'radigan bo'lsanglar, virtual bu AI, ya'ni sun'iy intellekt. Tak. Mana sun'iy intellektga tegishli bitta narsani tushuntirib o'tib ketaysizlarga. Likvid deyapman-ku. Likvid bu pul. Odamlarning puli, odamlarning orderi misol uchun qanaqa bo'ladi? Qayerda turibdi likvid? Mana. Narx yig'ilib pastga yuradi yoki koridor bo'ladi. Koridor bo'lib turib yig'ilib qoladi yoki yig'ilib tepaga o'sishi mumkin. Farqi yo'q qanaqa yuradi. Tepada va pastda likvid yig'adi bilinglar. Chunki nimaga bilasizmi? Mana qarang. Short mana pastga yurib kelyapti-ku, mana pastga yurib kelyapti. Odamlar mamnaqa qiladi. Ya'ni retail traderlar mamnaqa qilib shortga kiradi. Mamnaqa qilib ko'pchilik pastga сделка ochadi, shortga kiradi. Shuni hisobiga tepada juda ham ko'p likvid ko'payib ketib qoladi. Ya'ni odamlarning orderi, odamlarning pozitsiyalarida xullas. Natijada nima qiladi bozor? Bozor biladi bu yerda
ko'pchilik qo'shilayotganini, ko'pchilik tam likvid tam yig'ilayotganini ko'ra oladi. Natijada bozor market struktura tepaga o'zgargandan keyin tepani полностью tozalaydi. Nimaga? Juda ham ko'p pul borligi uchun. Xo'p, qachon buni tozalaydi? Qachonki market struktura tepaga o'zgarsa, ya'ni tushib kelyapti, qachonki tepaga o'zgarsa, biz tepani qaraymiz. Agar misol uchun market struktura pastda bo'ladigan bo'lsa, biz faqat pastga qaraymiz, tepani emas. Misol uchun bu yerda mana low time frame da market struktura o'zgarib, ya'ni breakout bo'lyapti-da, ya'ni sinish degani breakout. Va tepaga уже tam tepaga chiqib turib, hammasini tozalagan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, ozgina mashitni o'zi yig'ilib, bitta pastga yuryapti va tepaga chiqyapti-da, mashitli bo'lgan likvidnessni полностью yechgan. Mana ustini olgan, misol uchun, bu yoni tozalagan, bu yonini olgan, misol uchun. Mana koridor deb aytdim-ku boya. Mana bu yerda koridor bo'lib qolgan. Mana koridor bo'lib yig'iladi tepada va pastda. Tepada va pastda. Bitta svecha tepaga chiqdimi, biling bu likvid olindi. Tushundingizmi? Qanaqadir svecha bitta tepaga chiqdimi, bo'ldi. Mana misol uchun men svecha mana tepaga chiqdim, bo'ldi. Mana shu yerda likvid tozalandi degani. Pastga yurib turib, yana bitta tepaga chiqyaptimi, bo'ldi. Mana buni tozaladi degani. Mana bu yerda ham likvidatsiya bor edi, buni tozalab bo'ldi. Yana yig'ilib pastga yurib kelyapti-da, bitta pastga tushib, bitta yana tepaga beryapti. Bo'ldi, buni oldi misol uchun-da. Ya'ni mashitli bo'lgan likvidnessni oldi misol uchun, mana svecha. Yana pastga yig'ilib tushyapti va bitta katta otish bilan buni olyapti, misol uchun-da, buni ustini olyapti. Yana bu yerda yig'ilib pastga yurib kelyapti, to'g'rimi? Bitta katta otish bilan buni полностью tozaladi, mana bularni oldi. Mana bu yerda ham yig'ilib tushgan bor. Ya'ni low time frame oladigan bo'lsa, modani bu yerdan ham qo'shilgan. Mana полностью hammasini tozalagan. Ya'ni bilasizmi siz qanaqa joyda sotib olsangiz bo'ladi? Maski bitta coin ko'rsataman. Tak. 15 minutlik ko'rayotgan ekanmiz ayo. Mana Gresda nima bo'lyapti? Gresda ko'rishimiz mumkin, yig'ilib qolishlar ko'p. Ya'ni yig'ilib pastga yurib kelyapti, to'g'rimi? Va tepaga chiqib, полностью mana tozalagan mana mashitni. Полностью tozalagan, yig'ilib pastga yana yurib kelyapti, tepaga. Yig'ilib yana pastga da misol uchun mana. Yana katta bitta pump. Misol uchun o'rta muddat uchun savdo qiladiganlarga, misol uchun mana shunaqa coinlar bilan savdo qilishni maslahat beraman. Yana bitta qoida bor. Bu narsani hech qachon esingizdan chiqarmang. O'zingizga kerak bo'lib turgan pulni hech qachon tradingga tiqmang. Qanaqadir qarz olib, kredit olganlarni juda ko'p eshitaman, to'g'risi. Kredit olib, birovdan qarz olgan, birovning pulini tiqqan, to'g'risi. Qilish kerak emas, to'g'risi. Bunaqa narsa absolyutni xato. Pulingiz, misol uchun, uyingizda pulingiz bor-da, mana shu pulni siz shotga qo'yadigan bo'lsangiz, ko'paytirishingiz mumkin. Ya'ni aktiv bu sizga pulingizni ko'paytirishga yordam beradi. Uyingizda просто tak turganidan ko'ra lучше aktivda turgani yaxshiroq bo'ladi. Mana shunaqa puliga men risk qilishni maslahat beraman. Qarz olib, birovning puliga yoki bir qanaqadir расходning joyingiz bor, hozir shundan tiqib bir qism ko'paytirib sarazi beraveraman degan xayolni вообще sizdan chiqaring. Xullas, o'rta muddat uchun savdo qiladiganlar mana shunaqa coinlar bilan savdo qilishni maslahat beraman. Bular shunaqa coinlarki, bitta joyda yig'ilib qolishda ko'p bo'ladi. Tushunasizmi? Yig'ilib pastga yurib keladi misol uchun-da. Full bilan sotib olmang. Full bilan sotib olmaysiz. Misol 3 dan 1 ga, depozitsiz 3 dan 1 ga sotib olishingiz mumkin. Farz qiling $500 pulingiz bor. $100 ga sotib olishingiz mumkin-da. Mana bu yerda yana bitta $100 sotib olishingiz mumkin. Yana pastga tushganing $100 sotib olasiz. Misol uchun mana shunday qilib narxini olib tushsangiz bo'ladi. Ya'ni sotib olib narxini olib tushasiz. Bitta katta pam bo'lgandan keyin, ya'ni bitta katta o'sadi, o'shanda yaxshigina foydaga, ya'ni foydada chiqib ketishingiz mumkin. 80% o'sib bergan misol uchun. Nimani hisobiga yotgan? Bu yo'lda likvid bo'lgan hisobli. Siz ya'ni tepasida sabab bormi, yo'qmi? O'shani ko'rasizda, ya'ni yechilmagan likvidatsiya bormi? Bo'ldi, все.
biz sekin riskka amal qilgan holatda sotib olishimiz mumkin. Bu yerda ko'ryapsiz, narxi yig'ilib pastga yurib kelyapti. Siz mana bunaqa lowda, mana bunaqa lowda misol uchun qiziqishingiz mumkin-da. Sotib olasiz misol uchun, ushlab turasiz. Narx tepaga o'tadi, pump bo'lganidan keyin misol uchun mana bunaqa viklarga misol uchun tek profit zonani qo'yishingiz mumkin. Vik degani o'zi nima? Mana shuni bitta qisqacha tushuntirib o'tishman. Vik bu mana bunaqa shamni soyasi. Badani kichkina bo'ladi, lekin soya juda katta bo'ladi. Bu bizga pastda keladigan bo'lsa, mana shu vikni o'rtasida sotib olamiz. Tepada keladigan bo'lsa, mana shuni o'rtasida sotishimiz mumkin. Shu narsaga xizmat qiladi bizga. Yig'ilib pastga yurib kelyaptimi, siz biling, mana shunaqa zonalarda misol uchun sotib olishga qiziqsangiz bo'ladi. Misol uchun mana qarang. Yig'ilib pastga yurib keladi-to'g'rimi? Tepaga bitta o'tyapti-da, mana bu yerda ko'p likvid qoldiryapti. Ko'rasizmi? Yig'ilib pastga yurib kelyapti, mana shu yerda ozgina yig'ilgan, tepaga bitta pastga yig'ilib tushdi, bitta chuqur tushgan. Nimaga bilasizmi? Buni yechish uchun. Bu yerda likvidatsiya borligi uchun. Siz misol uchun mana shunaqa zonalarga order qo'yishingiz mumkin. Mana shuni 50% ga misol uchun-da. Chunki nimaga? Smart Money Trader biladiki, buni yechadi. Smart Money Trader bozordan pattern qidirib o'tirmaydi, ya'ni qanaqadir bullish flag, ya'ni double top deb aytadi, head and shoulders da, unaqa narsalar bor-ku. Unaqa narsalar, mana head and shoulders bo'ldi, mana bunaqamidi, xullas. Men ishlamayman to'g'risi bunaqa patternlar bilan. Xullas Smart Money Trader bor-ku, bunaqa narsalarga suyanmaydi. Smart Money Trader likvidnessni ko'radi. Likvid mana shu model bilan analiz qiladi. Shart emas hech qanaqa indikator. Retail trader indikatorga ko'proq suyanadi, tushunasizmi? Smart Money Trader ochuv bozor, mana yalang'och chartni, grafikda analiz qiladi. Prosta bitta ochadi, likvidnessni ko'radi, tushunasizmi? Shu model bilan analiz qiladi. Ko'pchilik misolan retail trader bu yerda misolan bunaqa tayoq bilan shortga kirsa, aytadi Smart Money Trader botni tozalaymiz. Botga kirish absolyutno xato. Chunki nimaga? Botda manipulyatsiya bo'lishi mumkin. Market maker ya'ni anaqasi o'ljasi bu. Tushunasizmi? Bunaqa zonalar market makerning o'ljasi bo'ladi. Stop qo'yasiz, stop yuzni urib yuborish ehtimoli juda ham yuqori. Shunaqa. Bitta pastga yurib, polnisi tozalagani orqali. Yig'ilib pastga yurib kelyaptimi, tepani tozalaydi. Misol mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Nima bo'lyapti bu yerda? Yig'ilib pastga yurib kelyapti. Yig'ilib pastga tushishlik bor. Odamlar mana shunaqa qilib shortga kirgan. Pastga tushyapti mana o'rtoqli, ko'rishingiz mumkin. Tak. Mana koridorga kirdi. Misol uchun-da, pastga yurib tushdi, tepaga, pastga, tepaga yurib tur, mana market strukturi o'zgaryapti. Ya'ni o'zidan tepasida yopilyapti, bitta pastga, bitta katta tepaga yurish bo'lgan. Odatda mana shunday ikkita teng low keladigan bo'lsa, biz tepaga yurishimizni bildiradi. Ya'ni tepaga mana bunaqa tepani mitsi bo'ladi. Mana shu tepadagi hayni ustida yopilishi kerak svecha, tushunasizmi? Ustida yopilib bitta retest berganidan keyin tepaga bum o'tamiz. Shunaqa. Siz mana shunaqa koridor paytida sotib olishingiz mumkin demoqchiman. Faqat depozitni 3 dan 1 ga iloji bo'lsa yoki 10% ga $500 plyus bor, $100 ga sotib olishingiz mumkin-da. Mabodo bitta pastga yuradigan bo'lsa, ya'ni $100 ga sotib olib turib, ya'ni 20% tushib ketdi pastga-da. 20% tushib ketdimi, $100 ga sotib olasiz. Yana 20% tushib ketdimi, yana $100 ga sotib olasiz. Ya'ni 20% tushdimi, yana $100 ga sotib olasiz. Bam bo'ladi. Baribir katta mana shunaqa o'sishi bo'ladi. Shunaqa o'sishni ushlab olishingiz mumkin. Yana bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Yig'ilib tushganmi pastga, yig'ilib pastga yurib kelyapti, bitta katta pump. Mana shuni o'zi ham misol uchun mana 93%. 93%. Mana o'zi qanaqa? 2% bergandir. 2% emas u, 343%. To'g'ri.
Mana bu yoqqacha endi ushlab turmasligingiz mumkin, lekin mana haygacha-da, mana bu yoqqacha misol uchun mana shu zonalargacha ushlasangiz ham hatto 150%, 120, mayli 100% daromad bo'lsin, teshib chiqmaydi-da misol uchun-da. Mana shunaqa ishlasanglar ham bo'ladi demoqchiman. Mana shunaqa ko'yllar bilan. Bunaqa ko'yllar juda ham ko'p o'zi misolda. Grem bor misol uchun. Misol uchun mana ko'yllarimiz bor. Yig'ilib hozircha mana pastga yurib ketdi. Hozir juda ko'p ko'yllarda men o'zim ko'rayotgan narsa yig'ilib pastga tushishlik bor. Yig'ilib pastga yurib kelyapti va xudo xolisa sekin-sekin yig'adigan paytimiz kelyapti. Mana bularda misol yechilmagan likvidatsiyalar ko'p. Mana aytdim-ku, mana boya Vikdan qiziqamiz deb aytdim. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Vik bor. Bitta qaraydigan bo'lsak, mana 05-06 zona. Bizga qiziqadigan zona hisoblanadi. Biz mana shunaqa zonada, например, bizga qiziqishimiz mumkin. 3 dan 1 ga sotib olasiz. Misol uchun bu yerga mana Vikni o'rtasiga siz take profitni qo'yishingiz mumkin. Natijada bo'lma deganda 30% cha, mana 25-30% cha misol daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Umuman shunaqa. Xullas shunaqa o'rtoqlar, likvidni yaxshi bilib oladigan bo'lsangiz, men o'zi likvid bo'yicha ko'p darsga qilganman to'g'risi. Likvidni yaxshi biladigan bo'lsangiz, bozor qatga borishini, qatni tozalashini misol uchunda mana shu narsalarni aniq bilib olishingiz mumkin. Bu video mana shu sohaga, misol uchun soha bo'yicha ba'ziviy bilim bor, lekin qanaqa ishlashni bilmayapti misol uchunda. O'rta muddat ishlaydiganlar uchun ham juda foydali bo'ladi deb o'ylayman mana shu darsligimizda. Odam mana shunaqa o'rganib, misol uchun bozorda ko'proq praktika qilib, misol uchun o'rganishi mumkin. Lekin ustoz bo'ladigan bo'lsa, bu narsa bir necha barobar tezroq amalga oshishi mumkin. Ya'ni natijaga chiqishi bir necha barobar tezroq bo'ladi. Chunki sizni tepangizda kontrol qilib turadigan inson bo'ladi. Da qayerdadir bitta xato qilyapsiz, o'sha yerda sizga informatsiya beradi. Bu yerda mana bunaqa emas, mana bunaqa deb aytadi. Chunki siz qilayotgan xatoni o'sha ustozingiz davno qilib bo'lgan. Shuni hisobiga baribir tushunadigan inson bilan birga misol uchun o'rganadigan bo'lsangiz, tezroq natijaga chiqasiz va kamroq pul yo'qotishingiz mumkin. Nega unaqa deyapman bilasizmi? Chunki hozirgi bizani insonlar nimani afzal ko'radi? Qanaqadir bitta ustozning oldiga borib o'rganishdan ko'ra, lutchi YouTube'ga kiradida, qanaqadir videolar ko'radi. O'sha orqali sразу bozorga pul qo'yadi. Real счет ochadi, pul qo'yadi, avtomatik pulini yo'qotadi. Da siz YouTube'dan o'rganishingiz mumkin tradingni. Lekin sizga YouTube bitta anaqa bo'yicha bermaydi, nima desa bo'ladi. Bitta yo'nalish bo'yicha informatsiya bermaydi. Tushunasizmi? Sizni farqob bitta video ko'ryapsiz-da, sizda savol bor. Kimga berasiz? Hech kimga bera olmaysiz. Muhimi shunda-da, tepangizda bitta inson nazorat qilib turmaydi. To'xta, bu ko'chaga emas, mana ko'chaga kirishing kerak. Mana ko'chadan yursang, tezroq yurasan. Tezroq natijaga borasan deb aytadi. O'zimda ham boshida o'xshamagan treyderlarim. Bu narsa tabiiy. Men o'zi Dubayda ishlaganman. 2019-yil oxirida ketgan bo'lsam, o'sha yerda menga konkretno tam boshlangan haqiqiy hayot. Food truckda ishlaganman. O'sha yerda tam qiziqish boshlangan. Chunki nimaga bilasizmi? O'ta har xil insonlarni ko'rardim. Katta treyderlar kelardi, har xil sportkarlarda va atrof muhit katta narsani hal qiladi, ko'p narsaga sabab bo'ladi. Shularda ko'rib men qiziqish boshlangan, что tam trading o'zi bu nima? O'sha yerda tam birinchi kursimni sotib olganman, $150 o'sha payt sotib olganman, lekin menga konkret informatsiya berilmagan. YouTube'da qidiryapman informatsiya. Menga kurs kerak. Tushunasizmi? Ya'ni konkret kurs qidirganman. Kimdan o'rgangansiz deb aytadi. Men bitta joyda o'rganmaganman to'g'risi. O'tdan betdan yig'ib to'plaganman-da. Shunaqa bitta inson menga informatsiya berib qo'ymagan. O'sha paytda to'g'risi normal kurs topa olmaganman-da to'g'risi. Oson bo'lmagan, Allohga behisob shukr. Shunaqa natijalarga keldi.
Xo'p, hozirgi kungacha 500 ga yaqin insonlarga shu sohadan daromad qilishiga sababchi bo'ldi. Вообще-то o'zi men bepul darsliklar ko'p qilaman. Ya'ni YouTube'da, Telegramda ko'p informatsiya beraman, Reels'larda bor. 20 ga yaqin insonlarga hozirgi paytda bilim berib kelyapmiz. O'zi ko'rsanglar, meni anchadan beri kuzatgan inson meni biladi. Ya'ni уже там 5 yildan oshdi. Mana 2026 6 yil bo'ladi. 6 yillik tajribada xohlasa sekin-sekin Allohning izni bilan bo'lyapti. Конечно, menda ham o'xshamagan boshida. Tabiiyki bu narsa bor. Zo'r bo'lmaydi. Ya'ni ideal vaqtni kutadi-ku inson, tam aytadi, telefon olib oling, notebookimni olib oling, depozit qilib oling. Mana ko'pchilik yozadi, men depozit qilib oling, pulim yo'q, bunaqa. Depozitmi, boshqa narsami, Xudo sizga jarayonda beradi. Tushunasizmi? Siz prosta harakat qiling. Menda normal telefonim bo'lmagan edi, to'g'risi men iPhone 7 Plus tutardim o'sha payt. Qotardi aytmagan ekan. Notebookim вообще yo'q edi. Yo zo'rg'a sotib olganman shu $150 qani ham, kursini ham bor-ku. Depozit gapirmasa bo'ladi, bor-ku, вообще depozit yo'q edi. Menda bitta narsa, bitta cel bor edi. Bilasizmi, odam ichidan bilsa bo'ladi, raqamlarga qiziqaman. Yoshlikdan qiziqaman onlayn biznesga, ya'ni kompyuterda ishlab pul topishda. Mana shu narsa menda yoshlikda juda katta qiziqish bo'lgan. Alloh shuni sababchi qildi, ya'ni ba'zi bir insonlarni sababchi qildi. Tradingga qiziqdim va o'rganishni boshladim. Ishoning, protivli bo'ladi. Ya'ni sizga qarshi chiqadigan insonlar bo'ladi. Mana ota-onam daja qarshi chiqqan. Bir xil aytadi-ku, ota-onang podдержка qiladi, boshqa. Mana ochiq, men haqiqatni aytaman. Ota-onam menga protiv bo'lgan. Adam misol shu esimda food truckda o'tiraman. Menga голосовой kelyapti Telegramdan. Adam aytayotdilar, короче, bo'ladigan ish qildiyotdilar. Shunaqa anaqada reaksiya qilyaptilar, ya'ni jahl bilan aytayotdilar, tam bo'lgan ish nima u? Normalniy ish qil, короче, deyotdilar-da, tushunasizmi? Endi u ota-onaning gapi yomon ta'sir qiladi. Misol begona kimdir gapirsa, короче deb anaqa qilasiz, lekin ota-ona gapirsa babi tegadi. Realni bilasizmi, o'sha paytda nimani his qilganman? Ichimda bitta narsa aytganda, tam davay dalshi. Endi Xudo bilasizmi? Xudo siz bilan bo'lsa bor-ku, hamma yo'lni bosib o'tasiz. Ya'ni yo'lingizni oson qiladi. O'sha paytda menda boshlangan Xudo bilan birga bo'laman, Xudo meni olib chiqadi tepaga. Faqat Xudoga bog'lanasiz. Menda shunaqa bo'lgan. Xudo menga qara, shuncha inson menga protiv bo'lyapti. Shuncha inson menga qarshi chiqyapti. Dajo ota-ona shu insonlarni oldida meni yuzimni yorib qil deb aytganman. Chunki не только meni ota-onam, meni qarindoshlarim, o'tib tanishlar, misol uchun-da, qarindoshimning qo'lida ishlaganman. Shu Dubayda qarindoshimning qo'lida ishlaganman. U ham menga protiv bo'ladi. Tam bolagan ish qilsangchi, nima u maynavatchilik, raketa bir narsalar deb aytib yurardi. Bilasizmi nima bo'ldi? Nima qildi Xudo? Oradan bir necha yil o'tibdi, menga o'sha ustimdan kulgan inson telefon qilyapti. Dubaydaman men. Davay ko'rishaylik, menga ham o'rgat deb aytibdi, tushunasizmi? Yomon narsada birovni ustidan kulishda bilmaysiz ertaga Xudo u qanaqa darajaga ko'taradi, misol uchun-da. Xudo shunaqa darajaga ko'taradi, uyalib qolasiz. O'shanga kulib bo'lmaydi. Birovni ustidan boshqa hamma narsani hal qiladi faqat Xudo. Va oradan bir necha yil o'tibdi. O'sha menda natijalar zo'r. Xudo depozit ham berdi, natija ham berdi, misol uchun-da. Hamma narsa o'xshadi. O'sha uydagilar ham ko'rishyapti. O'shadan bir ikki sinov ko'rasiz, to'g'rimi? Uyga pul topasiz. Uydagilarga telefon olib berganman. Ya'ni yaxshi telefon chiqadi-ku iPhone'larda, telefon olib berasiz, uyga tam chotki ro'zg'or qilishni boshlaysiz, yangicha narsalar olib berishni boshlaysiz. O'zimdan ko'rib, o'sha tam yo'lini topdi. Tam
Короче, yo'lini topdi deb mana shunaqa tam berishgan. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Men bilan o'sha paytda men bilan boshlangan insonlar bo'lgan, lekin hozir tashlab ketgan. Nimaga bilasizmi? Hozir nima deydi bilasizmi ular? Aytam, bunaqa ekan, kripto bunaqa ekan, bunaqa ekan. Aytolmaydi-ki, men eplolmadim deb aytolmaydi. Ularga unaqa deyishdan ko'ra, lutchi просто negativ gapirib, bunaqa ekan deb aytish osonroq. Shunaqa. Bu darajaga kelishimga, kasbimga yoki qanaqadir harakatimga suyanmayman. Lekin sabablari bo'ladi. O'zidan o'zi emas, sabablari bo'ladi. Ya'ni Alloh shu tradingni va ba'zi bir narsalarni sababchi qildi. Ya'ni to'g'ri bilim olishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri joydan to'g'ri bilim olasiz. To'g'ri material, naprimerda. Siz konkretni o'sishingiz uchun to'g'ri joydan informatsiya oladigan bo'lsangiz, to'g'ri muhit bo'ladigan bo'lsa, atrof muhit ham juda muhim narsa. To'g'ri muhit bo'ladigan bo'lsa va tepangizda misol uchun sizni kontrolliy qilib turadigan ustoz bo'ladigan bo'lsa, bir necha barobar tezroq natijaga erishishingiz mumkin. Bunaqa sababni biz maksimal zo'r qilishimiz kerak-da. Ya'ni bizga yuklangan mas'uliyat bu. Mana shu sababni zo'r qiladigan bo'lsak, Alloh rizqimizga qarab sekin-sekin berishni boshlaydi. Shu bozorda men asosiy ishlatadigan narsalar xuddi shu. Ya'ni likvidga juda katta urg'u qarataman. Likvidga juda katta e'tiborimni qarataman va market struktura, bloklar bor misol uchun. Bitta endi likvidga yopish olmayman, lekin juda ko'p narsani ochib beradigan bu likvidatsiya bo'ladi. Siz bitta ishlatib ko'ring, imini shu likvidatsiyani xudo xolasa sizga aniq foydasi tegishi mumkin. Va shunaqa men bilan birga o'rganishni xohlaydiganlar bo'lsa oramizda, ya'ni tezroq natijaga chiqishdan xohlaganlar bo'lsa, hamma uchun demayman, faqat mana shu realniy xohlagan insonlar bo'ladi-ku, to'g'rimi? Realniy maqsad qilgan insonlar bo'ladi. Mana shu sohani asosiy kasb qilaman, asosiy kasbim bo'ladi. Mana shuni davomiy olib ketaman deb xolasa, mana shu soha orqali pul topib, uyimga non olib kiraman deb niyat qilib, mana shu yerda o'ti bor insonlarga xudo xolasa men yaxshi bitta dastur qilaman, ya'ni Spot Invest. Bilasiz, biz spotda ishlaymiz. Spotoviy trader hisoblanamiz, ya'ni mumkin bo'lgan yo'nalish. Leverage, futures, mutuals unaqa narsa yo'q. Halol bo'lgan coin bilan ishlaymiz va xudo xolasa shu bo'yicha informatsiya beramiz. Davay sizga bitta modul bilan tanishtirib ketaman. Qanaqa modullar bor, nimalarni o'rganasiz? Birinchi bo'lib trading kelajagini ko'rib chiqamiz. Birinchi modul trading asoslari. Umuman olganda birinchi bo'lib biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak-da. O'sha kelajagi qanaqa? Blockchainlar misol uchunda mana shu haqida полностью gaplashamiz. Bu ham sizga daromadingizga xudo xolasa ancha katta ta'siri bor. Ikkinchi modul tradingning psixologiya. Ya'ni tradingda psixologiyasi bu juda muhim narsa. Bu narsaga ham biz katta urg'u beramiz, chunki ko'p narsani hal qilib beradi. Siz psixologiyasi juda katta narsani hal qiladi va shu dasturda imini mana shu psixologiya ham katta urg'u berilgan. Bu sizga konkretniy foyda beradi va daromadingizni bir necha barobar oshishiga ham sababchi bo'ladi bu narsa. Misol uchun, например, ikkita trader bir xil strategiyada ishlasa ham, lekin psixologiyasi kuchli bo'lgan trader ko'proq pul topishi mumkin. Shuning uchun imini mana shu dasturda ham katta e'tibor qaratganmiz. Natijada siz savdo vaqtida hech qanaqa qo'rquv, stressiz, sabr bilan doimiy savdo qilasiz. Yani shunaqa savdo qilishni o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni nimadirdan quruq olishlik. Mana shu bo'yicha alohida informatsiya beramiz. Bu narsaga alohida xolos to'xtalamiz. Bilasizmi, analiz qilasiz. Odam narxi orqasidan quylaydi, bilasizmi? O'sib ketgan sotib olishga harakat qiladi. Absolutno bu xato. Va mana shu narsaga, mana shu muammoga yechim berilgan mana shu dasturda. Natijada hech qanaqa qo'rquvsiz bozorda o'ziga ishonch hosil qilgan holatda doimiy savdo qilishingiz mumkin. 4-modul bozorga kirish va chiqish nuqtalari. Bu haqida ham alohida informatsiya berilgan. Imini kichkina time frame'da qo'shilish, katta time frame'larda misol uchun key levellarni
ko'rishni o'rganishingiz mumkin. 4-modul bozorga kirish va chiqish zonalari. Bular haqida ham alohida informatsiya beradi, ya'ni kichkina time frame ni qo'shish misol uchun, to'g'rimi? Kichkina time frame ni qo'shish, katta time frame ni misol key level'larni aniqlash, xudo xolisa shu bo'yicha alohida informatsiya beriladi va natijada siz bozorga to'g'ri vaqtda kirib, to'g'ri vaqtda foydani olib chiqib ketishni xudo xolisa o'rganishingiz mumkin. Mana shu dasturda ham alohida shu narsalarga ham katta urg'u berilgan. Stop loss qo'yish. Ko'pchilik noto'g'ri joyga, shunaqa likvid yig'ilgan joyga stop loss qo'yadi. Natijada stop uradi. Ya'ni manipulyatsiya bo'lib ketadi. Nimaga bilasizmi? Likvid yig'ilgan zonaga stop qo'yadi. Va men imina shu modulda stopni qatga qo'yish. Imina shu kichkina 1 minutlik time frame'da misol uchun stoplar qo'yilgan zonasi bor. Kichkina 0.50 misol 1% ham emas, 0.50, 0.30 kichkina risk bilan to'g'ri joyga stopni qo'yish bo'yicha alohida informatsiya berilgan va o'sha narsaga ham katta urg'u berilgan. Natijada siz to'g'ri joyga stop loss qo'yib, xudo xolasa daromadlaringizdan bir necha barobar oshishingiz mumkin. 6-modul savdo paytida odam o'zini boshqarish. Nimalarga e'tibor berish kerak? Misol sizni rioya qilishingiz kerak bo'lgan qoida bor, undan chiqib ketishingiz kerak emas. O'sha qoidaga qanaqa amal qilish kerak-da? Mana shular haqida ham xudo xolasa men alohida informatsiya berganman va savdo paytida konkretdan o'zini to'g'ri boshqarib, xudo xolasa daromadingizni ham oshirishingiz mumkin. Bu to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Agar siz misol uchun qoidangizga rioya qilmas ekansiz, o'zingizni boshqara olmas ekansiz, to'g'risi foyda qilish juda ham qiyin. Absolutno tam pulingizni yo'qotasiz, emotsiyada tam savdo qilishdan boshlaysiz va natijada negativ fikr bo'ladi. Tradingga bo'lgan fikringiz o'zi tam qimor ekan degan narsa mashinadan kelib chiqadi aslida. 7-modul doim va doimiy savdo qilish. Mana shu o'rgangan narsalaringiz orqali xudo xolasa shu sohani kasb qilib doimiy daromad qilishingiz mumkin va shu narsaga xudo xolasa mana shu dastur yordam beradi. Seriozno qarashni maslahat beraman, chunki nimaga? Bu prosta tam kurs emas, bu dastur. Sizni konkretniy natijaga olib chiqib beradigan, sizga konkretniy foyda beradigan dastur sifatida qarashni maslahat beraman. Вообще-то o'zi umumiy qaraydigan bo'lsak, natijada siz nima o'rganasiz? Spotoviy yo'nalishda daromad qilib, shu tradingni asosiy kasb qilishingiz mumkin. Va daromadingizni bir necha barobarga oshishingiz mumkin. Chunki bu yerda shunaqa bilim bor va biz sizdan kontrol qilamiz. Shuni hisobiga bu bir necha barobar sizga daromadingizga ta'sir qiladi. Tradingdagi psixologiyani o'rganib, stresssiz savdo qilishingiz mumkin. Ya'ni o'zingizni boshqarishni bilasiz. Qanaqa paytda o'zini tutish kerak, qanaqa paytda o'zi вообще savdo qilish kerak. Qanaqa paytda вообще kutish kerak-da. Kutish ham bitta strategiya chunki. Bozorda to'g'ri vaqtda kirish va to'g'ri vaqtda chiqib ketish. Aytganimdek, kerakli paytda siz savdo qilishingiz kerak bo'ladi, ya'ni qo'rqmasdan. Kerakli paytda misol chiqishni ham o'rganishingiz kerak. Hozir yana ozgina o'tsin, tam $190 pulim $200 bo'lsam, kim chiqib ketaman degan narsalar bo'lmaydi. Bunaqa narsani ham yo'qotamiz. Shu dasturda siz konkretniy shu narsani o'rganasiz. Va stop lossni to'g'ri joyga qo'yishni o'rganishingiz mumkin. Kichkina time frame'da shunaqa, ya'ni 1% ham emas. 0.30, 0.50 do'xol shunaqa risk bilan ham siz savdo qilishni o'rganishingiz mumkin. Kichkina stop, take profit katta. Shu narsani xohlasa men podrobno tushuntirganman mana shu dasturda. Va doimiy tizimli savdo qilib maqsadlaringiz tomon harakat qilishingiz mumkin. Va bundan tashqari xohlasa bu dasturda kuratorlar bor. Natijaga chiqquningizcha misol uchun sizga yordam berishadi. Va haftada bir marta xohlasa savol javob bo'ladi. Live to'g'ridan to'g'ri menga savol berishingiz mumkin. Savolingizga javob beraman xohlasa. Bundan tashqari mehmon speakerlar bo'ladi. Tanishlarim bor, trading bo'yicha, investitsiya bo'yicha misol tajribasi bor. Juda ham bir ko'p narsani biladigan insonlar bor. Xohlasa ularni chaqiramiz inshaalloh. Ularni ham sizga bir olgan bilimlari, tajribalari sizga ham bir foydali bo'lishi mumkin va Spot Invest jamiyatiga qo'shishingiz mumkin. Bizda shunaqa jamiyat ham bor. U yerda misol uchun shunaqa sizga o'xshagan traderlar yig'ilgan, ular bilan misol uchun fikr almashishingiz mumkin. Spot Invest yoki klubimiz ham bor o'rtoqlar. U yerda ham misol biz fikr almashib, gaplashib
savdo qilishingiz mumkin. Savdo qilamiz, ya'ni savdoyingizni yana ham bir yaxshi bo'lishiga yordam beradi bu narsalar. Mani taniydiganlarcha, o'zi mana oldindan ko'p kuzatadiganlar bilishadi. Men ommaviy masshtabni kurs qilmaganman shu paytgacha. Talablar bor, misol uchun talablar bo'lardi misol uchun, lekin o'zimga vaqtim to'g'ri kelmas edi. Bir ikkita shogirdlar chiqarganman, individualda o'qigan, misol shogirdlarim bor, например. Yaxshi natija ko'rgan. Hozirgacha men gaplashib turaman. Ya'ni individualdagi o'quvchilar bilan o'zim men doimiy aloqada bo'laman. Kelib turishadi. Kecha mana yaqinda bitta shogirdim keldi. Juda ham zo'r natija ko'rsatayotgan shogirdlarim bor, Allohga behisob shukr. Shuning uchun ham oddiy kurs emas, konkretniy tam natijaga olib chiqadigan dastur sifatida qarasangiz, xudo xolasa yaxshi bo'lardi. Bu darsni yozayotgan paytim qabul hali ochilmagan. Lekin siz oldindan ro'yxatdan o'tishingiz mumkin, ya'ni joyingizni band qilishingiz mumkin, hech qanaqa to'lovlarsiz. Hozir joyni band qilgan insonlarga beriladigan bonuslar. Birinchi o'rinda VIP signal kanalga dostуп. Bu yerda men signalni beraman. Imini katta pam bo'ladigan ko'ylar bor. O'sha yerda xolasa shu signal kanalimga tashiyman va mana o'quvchilarim xolasa mashdan foyda olishadi. Bo'sh vaqtda kirib, imini qayerda sotib olishlik kerak, qayerda sotishlik kerak. Men aniq qilib yozib qo'yaman. O'quvchilarim mashdan foydalanishadi va yaxshigina natija beradi. Va tradingdagi AI bot va shu botimga men dostуп beraman. Bu bot sizga coinlaringizni, misol uchun qanaqadir bitta coin sotmoqchisiz, shu bo'yicha informatsiya kerak. Kirasiz, shu bo'yicha informatsiya olishingiz mumkin va mumkin emasligi bo'yicha ham sizga informatsiya beradi va qanaqadir bir savollaringiz bor, qanaqadir trading bo'yicha bitta yozasiz, avtomatik sizga javob beradi. Ya'ni chunki AI uylaganmiz bunga, sun'iy intellektni uylaganmiz. Va bozor psixologiyasi bo'yicha video darsini qo'lga kiritishingiz mumkin. 4-inchisi bozorni yurishi bo'yicha darsi bor. Xudo xolasa uni ham men bonus qilib sizlarga beraman. 5-inchisi scalping, ya'ni day trade, ya'ni kunli trade qilish bo'yicha minutli даже 1 minutlikda даже tushuntirganman. 1 minutlikda savdo qilish bo'yicha mana shu yerda ham men informatsiya berganman. Mana shu videodan keyin xudo xolasa siz 1 minutlikda misol uchun savdo qilishni o'rganishingiz mumkin va kunli rasxodingizni chiqarib turishingizga bu konkretniy foyda beradi. Mashina ham men bonus evaziga beraman. Va endi chiqayotgan loyihalar, kripto loyiha bilan ishlash. Mana shu bo'yicha ham xudo xolasa men darsligimni beraman sizlarga, bonus evaziga. 7-inchisi pump kelib chiqishi. Bu darsligimni ham xudo xolasa sizga beraman. Bu darsda siz pumpdan kelib chiqishi, вообще-то o'zi nima sababdan pump bo'ladi, misol uchun asosiy sabablarni bilib olib, misol uchun pump bo'lishidan oldin sotib olib, daromad qilishingizga bir necha bor ta'sir qiladi. Imini bu video darsi mana shu men polniy tushuntirganman. Va bizani ofisimizda Modera Towerda joylashgan o'rtoqlar. Sentrda, shaharda konkretniy tam hamma sharoit bormi? Men bilasizmi, atrof muhitga ko'p pul tikaman. Ya'ni pul ayamayman, tushunasizmi? Chunki odam his qilish kerak-da, atrof muhitni yaxshi joyga borsangiz, misol uchun yaxshi joyda o'rgansangiz, odamni miyasiga, mamlakatiga to'g'ri ta'sir qiladi. Birinchi o'zgarish o'zi mamlakatda, tushunasizmi? Ya'ni mana shu narsani siz birinchi o'zgartiradigan bo'lsangiz, keyin boshqa narsalar o'zgarishi mumkin. Shuning uchun men o'quvchilarimga shunaqa maksimal komfort, premium joyda tam dars beradigan maqsadda shunaqa shahardan, sentrdan, Modera Towerdan biz ofis olganmiz. Mana shu yoqqa kelishingiz mumkin va sharoit chotki, hamma narsa bor. Men bo'laman, xudo xolasa siz bo'lasiz, shu yerda o'zida inshaalloh offline darslarni o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Darslarimni ko'rgan odamlarning fikrlari juda ko'pchilik xudo xolasa zo'r feedback berishadi, zo'r fikr yozishadi. Men bilasizmi, mana shu narsalarni ko'rgandan keyin yana ham ko'proq darslikda qiyin keladi to'g'risi. Chunki odam yuragidan chiqadi-da, prosta oddiy gaplar emas. İşte yuragiga chiqqan gaplar xolos. Bu meni shogirdimning natijalari. Ya'ni yaqinda offline'imizga qo'shilgan o'quvchilarimizning natijalari. O'sha xolasa 4-5 darsning o'zida shunaqa natija. Конечно, avvalambor Allohning izni bilan
va shu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizga bozor kirish nuqtasi bo'yicha darsligimni bermoqchiman. Siz nima qilasiz? Pastda link bor. Birinchi bo'lib joyingizni band qilasiz, mutlaqo bepulga. Evaziga shuncha bonusga ega bo'lasiz. Ya'ni sanab o'tdim, hammasiga ega bo'lishingiz mumkin. Va hozir kirib turib, pastda yana bitta silka bor. Shu orqali bozor kirish nuqtasi bo'yicha darsini olishingiz mumkin. Xudo xolasa, men sizni Spot Investda kutaman va niyatingiz bormi? Konkretni o'rganish niyatingiz bormi? Xudo xolasa, ro'yxatdan o'ting va Spot Investda ko'rishamiz. Inshaalloh, men sababchi bo'lib qolishim mumkin mana shu sohani o'rganishingizga va daromad qilishingizga. Baba kimdir sababchi bo'ladi. Men bo'lmasam boshqa inson sababchi bo'lishi mumkin. Shunaqa gaplar agar sizga foydali bo'lgan bo'lsa, hoziroq ro'yxatdan o'ting va bonuslarga ega bo'lishingiz mumkin. Bonuslarning o'zi ham sizga katta narsa berib qo'yadi. Sog' bo'linglar, charchamanglar.